autizmda bola autist bo'lib tug'iladi. Biz ajratib olishimiz kerak. Bizda bor расстройство autического spektri bor va autizm bor. Ya'ni autizm o'zi va autizm belgilari bo'lgan bolalar bor. Juda ham ko'p onalar hozir ikkalasini bitta deb o'ylab harakat qilishyapti. Hamma bolani bitta yo'ldan olib ketishyapti. Bu noto'g'ri. Autist bola autist bo'lib tug'iladi. U genniy mutatsiya bo'ladi. Ya'ni xromosomada buzilishlar bo'ladi va bola autist bo'lib tug'iladi. Расстройство autического spektrida bolada bu narsa o'sha tug'ilgandan keyin o'sha nerv hujayralari nosog'lom bo'ladi va birinchi infeksion kasalliklarda yoki disbakterioz yoki boshqa qanaqadir bolada stress, kuchli stresslar o'tishi mumkin. Boshqa qanaqadir faktorlar ta'sir qilib bolada o'sha autizm belgilari paydo bo'ladi. Chetdan qaraganingizda bolani autist deb o'ylaysiz, lekin u bola autist bo'lmaydi. Faqat belgilari bo'ladi. Sirasidan bolani chiqara olamiz, lekin autizm bir umr qolib ketadi. Ya'ni bola o'sha umri davomida uni hayotiy ko'nikmaligi mutaxassislar tomonidan o'rgatib boriladi. Rastda biz ZPRgacha, ZRRgacha chiqara olamiz. O'shani onalar bilishini xohlardim. Autizmga o'zi maxsus tekshiruvlar bor. Sochdan tekshiradi, so'lagidan tekshiradi. Maxsus tekshiruvlardan o'tib, o'sha tashxis tasdiqlanmaguncha kurashib, ya'ni yaxshi natija bo'lishi uchun harakat qilishlarini maslahat berardim birinchi navbatda. Chunki bizning ish tajribamizda bunaqa holat juda ham ko'p bo'lgan. Shunaqa bolalarni olib kelishadi, bolaga autizm qo'yilib bo'lgan yoki o'sha ras qo'yilganda ona o'ylaydi, bolam autist deb o'ylaydi va biz ma'lum muddat ishlaymiz va o'sha ma'lum muddatdan keyin qayta ko'rikdan o'tishganda bola rasmas, o'sha boshqa diagnoz, ZPR diagnoz, bola ZRR diagnoz deb o'zini diagnozini qaytadan boshqatdan yengilroq diagnozga vrachlar almashtirib bergan holatlarni juda ham ko'p ko'ryapmiz va bizning ish tajribamda bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan.